Assalomu alaykum hurmatli do'stlar va hurmatli podpischilar. Sizlarda Avtomix kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman do'stlar. Bugungi videoroliklarimiz 2025-yildagi avto aksessuar va avto zapchastlarni narx-navlari bilan tanishtirib o'taman. Kimga videorolikimiz yoqqan bo'lsa, videoga bir dona like bosib, bu videoni eng yaqin do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Bizning manzilimiz Gulzor shahrida. Hozir pastga telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Telefon nomerlariga bog'lanib aloqaga chiqib zapchastlar xarid qilsanglar bo'ladi. Dastavka xizmati ham bor. Unday bo'lsa, vaqtlaring olmasdan videorolikda boshladik do'stlar. Mana boshladik. Bizda одиночка knopkalari bor. Nexia mashinasining oyna ko'taradigan knopkasi GM bo'ladi bu, yaxshisi bo'ladi. Hozirga ochib ko'rsatib beraman. Qaranglar. Sifatlari dodda bo'ladi. Kачествоsi мощный. Qaranglar. Pokovkalarda narxi 25 ming so'm o'shalar atiga. Undan keyin bizda center Главный knopkasi ham bor, Nexia'ning original sifatlisi bo'ladi. Nevismo firmasidan narxi 115 ming so'm akalar. Bundan tashqari Best ham knopkalarimiz bor. Lasetti ham Главный sentralniy knopkalari bor. Oyna ko'taradigan Nexia 3 ham bor, Spark ham bor. Cobalt bittaliklari, Cobalt Главный hamma knopkalaridan bor akalar. Bunaqa zapchastlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hamda Nexia 2 mashinasiga bunaqa oq sariq yonadigan chotki letimizdan kelgan tumanka letimiz. Buning narxi komplekti 155 ming so'm. Matiz mashinasiga tumankalar bor, 120 ming so'm, Radnoy tumanka. Hamda Lasetti mashinasining tumankalari bor, ichida letlari bor, qo'yilgan o'ziga komplekt bo'ladi. Hamda shpakilovkalarimizdan ham bor, yarim kiloliklari, narxi 45 ming so'mdan 1 kiloliklari bor akalar. Keyin letlarda dodalardan olib kelib qo'yganmiz, 360 gradus yoritadigan Azimax 55 vatli 6000 kelvin beradigan 360 gradusda ledda Zimmer doda jinnisidan kelgan akalar. Hamda original lupali litlarimizdan ham kelgan, toza original haqiqiysi mana shu bo'ladi akalar. Malibu signal, lampochkalar, salon oynalar va Pobeda signalda to'rttasidan kelgan, qaranglar. Original 180 ming so'm komplekt narxi. Чистый haqiqiy zavodi mana shu bo'ladi akalar. Troslardan bor, signal, pignal, bunaqa dam soladigan elektronik nasoslardan kelgan meyikli lampochkalar, gulshli nasatka akalar, любой narsa, mana воздушный filtrlar bor, kolbalar bor. Hamma moylar, filtrlar, damkratlar kelgan akalar. Mana Lasetti mashinasiga damkratni jinni xo'jasi kelgan, qaranglar. Nexia 3 Cobalt любой mashina ko'tarib ketaveradi. Narxi 190 ming so'm. Kimga kerak bo'lsa, tez ulgurib qolinglar akalar. Bunaqa pipinglardan bor, sport piping. GoPro bo'ladi, sportivniy. Kimga kerak bo'lsa, sportivniy filtrlari ham bor bizda. Olib kelib qo'yganmiz akalar. Tracker mashinasining brizgaviklari, 10X brizgavik, Kia Sonet brizgavik. Qolaversa, bunaqa trendga chiqqan lupali billet bo'ladigan Nexia 2 mashinasining tumankalari bor. Faradan qiynalgan akalar mana shuni bitta qo'yib olsalar, maza qilaverasizlar. Hamda Cobalt mashinasini o'sha fara kulchatildan ham kelgan. Nima deydi buni? Gitara deydi. Gitara hozirga ochib ko'rsataman. Bitta qo'lda sal qiyin bo'lyapti ochish. Sizlar uchun maxsus narxi 140 ming qilib beramiz shuni. Cobalt mashinasi, bu Cobalt haydaydigan do'stlarimizni jo'natib qo'yamiz videoni. Bunaqa gitaralar bor, bujimnoylar, zapchastlar, shteklar, lampochkalar, akalar, mayda chuqur zapchastlar ham bor, qaranglar. Kimga shunaqa zapchastlar qiziq bo'lsa, akalar, pastda yozilgan nomerga aloqaga chiqib, bemalol do'konimizga tashrif buyursanglar bo'ladi. Hammanglarni kutib qolamiz do'stlar.